Qaranglar, bizga qanaqa zo'r shag'amlar keldi. Bular romantik shag'amlar. 3 xil varianti kelgan. Hammasi neobichniy hidlari ham va pishim zo'r ekan. Birinchisi mana shunaqa ichida gullari bo'ladi. Idishlari ham shunaqa chiroyli idishlarda. Mana bunaqa korobkaga solingan bo'ladi. Ikkinchi varianti bergamotli. Buni 2 xil hidligi kelgan. Mana birinchisi bergamot rosali. Mana shunaqa toshli bo'ladi. Mana bitta qog'ozi bor. Hidlari shunaqa приятный, duhiy hidi keladi bulardan. Idishlari ham neobichniy mana shunaqa idishlarga solingan bo'ladi. Uchinchi varianti shunaqa duhiyga o'xshaydi bu ham hidlari. Mana bu rangi mushkli, bu shirin hidi xohlaydiganlar uchun mana shunaqa mushkliga kelgan. Mana bu qora varianti bo'lsa, холодный запахlarni yoqtiradiganlar uchun mana bu холодный запах. Idishlari ham shunaqa neobichniy ishlangan. Mana bunisi olinadi. Qopqoqlari ham yaltiraydi. Mana bunisi холодный запахдagi shag'amlar. Hamma variantini hidlari shunaqa zo'r, yonganda duhiy hidi kelib turadi, parfyum hidi kelib turadi hammasidan.